Toyota Sequoia 2026 modeli juda kuchli va ishonchli suv bo'lib, bu avtomobil oilaviy sayohatlar, uzoq masofali safarlar va kundalik hayot uchun juda mos tanlovdir. Bu yangi Sequoia tashqi ko'rinishida keng, baland va jozibali dizaynga ega bo'lib, yo'lga chiqqaningizda darhol e'tiborni tortadi. Uning keng radiator panjarasi va zamonaviy LED faralari unga agressiv va zamonaviy ko'rinish beradi. Sequoia katta o'lchamlari bilan ham barqaror boshqaruvni ta'minlaydi va yo'l sharoitidan qat'iy nazar ishonchli harakatlanadi. Ushbu suvning aerodinamikasi ham yaxshilangan bo'lib, bu yoqilg'i samaradorligini oshiradi va tezkor harakatlanishga yordam beradi. Ichki makoni juda qulay va keng bo'lib, haydovchi hamda yo'lovchilarga yetarli joyni taqdim etadi. Salondagi o'rindiqlar yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan bo'lib, uzoq safarlar davomida ham qulaylikni saqlaydi. Markaziy konsolda joylashgan zamonaviy sensorli ekran orqali media tizimni boshqarish juda oson amalga oshadi va Bluetooth, Apple CarPlay hamda Android Auto funksiyalari bilan qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa haydovchi va yo'lovchilarga sevimli musiqa, navigatsiya va ilovalarni qulay ishlatish imkonini beradi. Shuningdek, havoni konditsioner orqali boshqarish tizimi haroratni ideal darajada saqlaydi va sportlar orqali qurilmalarni zaryadlash imkoniyati mavjud. Toyota Sequoia 2026 kuchli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u past va yuqori tezliklarda ham barqaror va silliq tezlanishni ta'minlaydi. Avtomobil o'zining barcha gildirak boshqaruvi tizimi orqali turli yo'l sharoitlarida mukammal tutunishni saqlaydi va bu haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yutadi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa yo'l bo'ylab farovon va tinch sayohatni ta'minlaydi. Xavfsizlik qismi bo'yicha Sequoia eng yangi tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, ABS, barqarorlik nazorati, old va yon havo yostiqlari kabi elementlar haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini oshiradi. Orqa kamera va parkovka sensorlari tor joylarda to'xtashni juda osonlashtiradi. Bagaj bo'limi juda katta bo'lib, kundalik xaridlar va sayohat jihozlarini osongina sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini sezilarli darajada kengaytirish mumkin. Videoni tomosha qilayotganda barcha funksiyalarni diqqat bilan kuzating va avtomobilning afzalliklarini bilib oling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida foydali va dolzarb ma'lumotlar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Sequoia sizga ishonchli hamroh bo'ladi va har safar yo'lga chiqishni maroqli qiladi. Rahmat do'stlar.